Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana uyda turib temir sotib olinglar. Qanaqa temirlar kerak? Mana shu bir chekkadan boshlayveramiz. Nirjaveyka mahsulotlari do'konimiz bu akalar. Mashqotor polnista Nirjaveyka. Ichkarida listlari bor. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Kommentariyada nima kerakligi, nima qiziqligi haqida yozinglar akalar. Bizga ham qiziq. Ushbu videomizni jo'natib qo'yinglar yaqinlaringizga. Qancha ko'p odam ko'rsa bizga foyda, yana ham ilhomlanamiz, yana ham qiziqamiz. Ko'proq video chiqarishga sabab bo'lib qolasizlar akalar. Shuning uchun qo'llab qo'yasizlar, kommentariyada omad so'zini yozib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz. Temir bozor do'stlar. Bu rasta ham Nirjaveyka rasta. Mana bular ham Nirjaveyka mahsulotlari. Hammasi polnista. Bu yerda pechka titan, katel, hammom bana pechkalar. Bu yog'i temir rastalar. Kimga nima qiziq bo'lsa kommentariyaga yozsanglar, o'zim narx-navosi bilan tanishtirib o'taman. Agar musofirda bo'lsanglar, dastlabki xizmatlari ham bor. Kelishilgan holatda. Rasa chiroyli rossiyskiy 61 lik turbamiz kelgan akalar, ichi ham toza. Chaki yo'q. Metraji ham zonnasi mana shu 5-6 metr, 4-5 metrdan. Kimga qiziq bo'lsa, turbani olinglar. Sababi 1-2 kun bo'ldi kelganiga, o'zimning mahsulotim. So'rtalarga qalin. Oradan vaqt o'tsa ham foydasiga sotiladigan narsalar bular hammasi. Rossiyskiy narsalar. Narxi hech qachon tushmagan, yildan yilga ko'tariladi. Kaltasi ham pul turadi. Mana 89 lik turbalarimiz bor. Fermamiz o'zi 4 ta xolos ekan. Mana bu yerga turbagif stanov o'rnatamiz yaqinda. Xizmat bo'lsa kelaverasizlar mana bu yerga chiroyli qilib. Mo'jazgina. O'tyapti tez kunda xudo xolasa. Qanaqa reshotkalar ham kelib qoladi akalar, o'zi tayyor. Sinosga tushgan uylar bo'lib qoladi, shular chiqarib yuboradi, baribir majbur joyiga tushmaydi. Majbur sotib yuboradi. Holati zo'r bo'ladi bularni. Qo'l mehnati hammasi qalin. Az biz turbalar ham rasa defitsit bo'lib ketdi, rossiyskiylari kelmay qo'yganiga ancha bo'ldi. Bularni ko'pchilik qiziqadi, ko'tarami, katta mashinani ko'tarami deydi. Albatta ko'taradi, chunki yo'l bo'ylarida, prospektlarda, latoylarda ustiga qo'yadi, asosiy yo'llarga. Shundan qo'yadi, rossiyskiy qo'yadi. Sinib ketmaydi. 500 lik, 600 lik, 400 liklari bo'ladi, 300, 200 liklari bo'ladi. 150 liklari bo'ladi. Endi bu Terey bozor alohida tema. Bu yoqqa ketdi Terey bozor, Sasna bozor. Polnista bozorimiz katta. Eski temirda aylandi hozir. Bizga nima xizmat bo'lsa, bizdan nima kamchilik, nima yordam bo'lsa bemalol yozinglar, aloqaga chiqaveringlar. Profil shapkasida Telegram lichkalarimiz bor. Telefon raqamlarimiz bor. Ishimiz tayin, joyimiz tayin, tajribamiz aniq. Bemalol xizmat bo'lsa, temir sohasiga oid, qurilish sohasiga, buzilish, qurilish, svarka sohalari bo'yicha ham bemalol mutaxassisligimiz bor.
ishlarni bitkazib beramiz. Musofirda turib temir sotib olishinglar ham mumkin. Shofyorlarimiz ham shay. Bolalar ham eng kami 5-4 yildan beri mana shu bozorda xizmat qiladi. Telefon o'ynab umrda o'tkazib yuborish yo'q ama. Sekin. Flash chip sezonda o'tkazib yuborib, mana shu kerak. Ona ukamiz yashnadi, hazillashib qo'yaman. O'tgan yil sezonda flash chip o'tkazib yubordi topganiga. Hazil bu. Sezonni qanaqa o'tkazdi o'tgan yil Jasur? Suv ichib o'tkazdik. Sezonni suv ichib o'tkazib yubordik. Aytgancha bitta yangiligimiz ham bor ma'da. Har qanday turdagi qalin listlarni ham sekin mana yangi lazer apparatimiz kelgan. Chiziq uncha ko'rinmagan bo'lishi mumkin. Mana shu gulni chiqaradi. Mo gullarni ham bitta ko'rib qo'yaverasizlar akalar. O'zlari ishlab chiqaradi. Eng qizig'i birinchi qo'l. To'rtay, baryer. Bemalol. Xo'p, endi orqa tomoniga o'tdik temir bozorni. Bitta orqa tomonini aylanamiz. Bu bizim makon, Rasul Metalning makoni mana do'stlar, mana bu yerdan bu yergacha orqasigacha. Reklama ham chetda orasi. Qarada aka. Bavrikka chiqmaydi. Mana garelkalar qiluvdi-ku, do'stlar mana. Esdayo, o'zimni ham mahsulotlarimni reklama qilib ketay, atrofga pechkalar. Gap bilan bo'lib laqillab. Bu ikkita o'rtasiga qo'yadigandan o'zim qo'ydim, lekin sinadim, issiq. Javob. Ko'pchilik ishonmadi, o'zim qo'yib ko'rdim. To'g'risi, o'zim ham ishonmadim buni qanaqa isitishiga. Lekin o'zim uyga qo'ydim, bir uy bir dalizga onamga qo'yib berdik. Gapi o'sidi, buni videosini ham qo'yganman Instagramga qanaqa isish haqida. Makon mana. Svarshi kerak, aytgancha do'stlar. Yaxshi halol pok. Aytgan va'dasini ustidan chiqadigan svarshilar bo'sish bilan ta'minlaymiz. Qo'ldan kelgancha mirosa qilib kelishib ishlaymiz mana. Joyimiz keng mana. Torlik qilsa yana buni orasidan ham overaveramiz bu taraf ham. Xolasa u yerga joy qilib beramiz bu tarafga. Sharoitlar bor. Turbagiv qo'yamiz yaqinda xudo xolasa. Mana. Joy katta, robotdan kiraverishda mana. Bemalol ishlayveradi. Mana bitta ustun qo'yamiz bu yerga. Buni qatoriga to'g'ri qilib. Tomini yopamiz, mana shu ham katta 4 metrga 9 metrlik joy. Buni ro'parani ham ochib yuboramiz yo'lni bo'yiga. Mana. Temirni mana sotaveraman men, xohlasanglar bu yerga bitta takarniy stanok ham agar kimdir hamkorlar bo'lsa, kelishilgan holatda takliflar bo'lsa qabul qilamiz, kelishib ishlayveramiz. Mana shu yerda ham bitta takarniy stanok zarur do'stlar. Xo'p. Yana nimalar bor? Barierlar bor. Mayda shunda joylarga tushib qolsa arzon qilib beraveraman o'zimizdan bu ham. Atsinkovga turbalar 250 lik. Ferma ham kelib qolgan, rasa chiroyli. Bu yerda bir 6 metr keladi. Orasini 1,5 metrga qo'ysanglar bo'laveradi mana. Mashinaga ham qiziqaveringlar. Material aytib qo'yaman, o'rtacha material. Oliy material emas, o'rtacha profilni xizmat qilaveradi. Puliga yarasha qilib beraveramiz. Rossiyskiy metal emas, lekin xizmat qilaveradi.
Yaxshi 61lik turba ekan, mana shu ham zonnasi ekan. Uzun 6 metrdan qiziq bo'lsa. Frontonga lislar bor. Tomni orqa tomoniga yopgani. Profillar ham bor ekan, mana uzun to'rga to'r. Kerak bo'lsa. Yangidan ancha arzon bo'ladi. O'zimizda chiqqan mahsulotlar eskiga o'tib qolsa arzon bo'ladi. Lekin rossiyskiy qalin narsalar bo'lsa, yangidan qimmat bo'ladi. O'rtoqlar, bu tomonini ham hisobga olib qo'yinglar. Sababi, masalan, mana shu rossiyskiy turbani 1 metri 40 ming so'm bo'lsa, bizda buni yangisi eng kami 60 ming so'm yo 70 ming so'm turadi. Lekin bu profilni, aytaylik 4 ga 4 profilni narxi bu yerda 25 ming so'm bo'lsa, eskiga o'tib qolsa, xuddi shu yukka narsa 25 ming so'mlik narsa 15 ming so'm bo'ladi. Bu tomoni ham bor, ammo bag'i ham bor. Mana shu hammom bani pechka ham ko'rimsiz-u, lekin ancha yil xizmat qiladi, isitishlari zonnasi. Mana shuni ham tavsiya beraman do'stlar. Esimi taniganimdan beri shu qildirganman. Birinchi mana shu bozorga kelganimga 15 yo 16 yil bo'ldi. Ashunda qo'yganmiz, hali ham turibdi. Titanini otib o'rganda keyin almashtirib, o'shadan otib o'rganda almashtirganmiz. Eng kami 10 yil, 15 yil xizmat qilgan. Pechkasi hali ham ishlayapti. Titani qishda muzda qolib ketganligi uchun, hali sovuqda muzlab qolgan, shuning uchun otib o'rgan. Xo'p, katta quvurlar kelib qoldi-yu. Bular ham bor ekan. Nirjavik 76 lik turba, bu ham uzun zonnasi ekan. Yana nimalar bor? Seflar ham bor, ofislarga, ishxonalarga, zavod, fabrikalarga jihozlarini qo'yib qo'ysa ham bo'ladi, dokumentlarni qo'yib qo'ysa ham bo'ladi, zonnasi. Hozir bunaqa birov qalindan qilmay qo'ydi, to'g'risi. Bir bo'lib qolgan bular. Bitta pridelka qilib, quluplarini almashtirib ishlatsa xizmat qilaveradi. Hamma yukkalashib ketgan hozir. Mana. Paytlar materialni ayamagan ekan. Sababi yukka material bo'lmagan ham bo'lsa kerak. Mana. Remont qilib qo'yibdi mana shu sefdan. Yaxshi. Robotlar ham kelib qoladi Vreminkaga mana. Kela qalin bular ham. To'rg'a borsanglar ham odatda bir xil chiqaveradi puli. Material narxida. Indoperskiy pechkalar mana. Turbalar, quvurli turba ham bor ekan mana. 6-7 metr keladi mashina. 600 lik turba adashmasam. Yo 720 yo 600. 219 turbalar mana. Ko'jon zo'r, Xudoga shukr. Xo'p, mayli sog' bo'ling. 219 turba, bu ham rossiyskiy. Mahallam qo'shnim bozorga kelibdi. Shu mana akalar, mana o'chaq ham zo'r, ammo buyum qilib qo'ysanglar uyga zo'n narsa. Bu ham qalin. Shu hozircha obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Musofirdaylar, do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Nima qiziq bo'lsa, nomerlarim bor. YouTube kanal, TikTok, Facebook, Instagram barcha ijtimoiy tarmoqlarda faolmiz. Xudo bildirgancha. Kommentariyalarni kutaman do'stlar. Sizlar uchun yana nimalarni obzor qilay, mendan nima xizmat, mendan nima yordam soham bo'yicha qo'ldan kelgancha. Rasul Metaldan uzoqlashmanglar, obuna bo'lmaganlar salmli akalar, obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariya yozib qo'yinglar. Bozordamiz do'stlar.